Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, aziz kuzatuvchilarimiz. Mana quvamizdagi o'sha xususiy maktabimiz bo'lgan Leader School maktabimiz 2024-25 o'quv yilini ham mana eson-omon yakunlab oldik. O'quv yilining yakunida sizlarga bir yaxshi bir taklif bilan chiqmoqchimiz. Bu taklifimiz yozgi ta'tilda o'quvchilarimizni maroqli o'tkazirish maqsadida sizlarga biz taklifimiz bor. Bu taklif oldindan aytaman majburiy emas, bu o'quvchilarimizni, ota-onalarini o'zini xohishiga ko'ra tashkil qilinadi. Biz alohida bir shu yozga bir lager tashkillamoqchimiz, ya'ni dam olish maskani sifatida maktabimizda faoliyat yuritishni yozgi holatini boshlamoqchimiz. Bunda nimalar bo'ladi? Bunda har bitta sinflar kesimida o'quvchilarimizni o'sha takliflarimizdan kelib chiqib rozilik bildirgan ota-onalarni, o'quvchilarni to'playmiz. To'plagan holatda sinflar tashkil qilamiz. Birinchi sinflar, ikkinchi yoshga doir sinflar tashkil qilinadi va bularga yozda ko'proq dam oldirish maqsadida jismoniy harakatlar, jismoniy mashqlar yoki bir yaxshi bir qiziqarli o'yinlar tashkil qilgan holatda rus tili, ingliz tili hamda matematika to'garaklarini bir yengillashtirilganroq variantlarini yoki o'quvchilarimizning saviyasi, bilim holatiga qaragan holatda alohida dastur bilan o'qitishni rejalashtiryapmiz. Avvalo bu yerda ertalab soat 8-8:30 dan boshlansa lagerimiz kechki soat 4-4:30 gacha davom ettirmoqchimiz. Va buning ichida bolalarimizga o'sha cho'milish uchun sharoit, ya'ni o'sha basseynimiz bor, xabarlaring bor. Shu basseyndagi sharoitlarni, to'garaklar va undan tashqari 2 mahal, 3 mahal bo'lgan yaxshi bir issiq ovqatlarimiz, sharbatlar, xullas o'quvchilar uchun barcha sharoitlarni yaratib berilgan bir dastur tayyorladik. Va shu dasturda sizlarga bir taklif qilmoqchimiz. Agar kimdaki shu dasturdan foydalanmoqchi bo'lsa, bolasini bizga jo'natmoqchi bo'lsa, bizga sinf rahbarlariga xabar berib, sinf rahbarlari orqali biz hozir bunga o'quvchilarning ro'yxatini shakllantiryapmiz. Biz lagerni kuni mana mayda tugagandan keyin bolalarimiz 10 kun dam olishadi. Ya'ni 9-iyul sanasidan boshlamoqchimiz va 14 kun bo'ladi. Ya'ni 9-dan davom etadigan bo'lsa 14 kun, ya'ni 2 hafta muddatda bo'ladi. Ve şu 2 hafta muddatiga biz bu yerdagi hamma rasxodlarni, hamma narsalarni hisoblab holat ko'rib chiqdik. O'sha bir smenamiz uchun 600 ming so'm miqdorida pul mablag'ini belgiladik. Agar kimdakim bu narsani xohlasa, o'quvchilarni farzandini jo'natishni xohlasa, marhamat sinf rahbarlariga murojaat qilinglar. Sinf rahbarlari orqali biz bolalarning ro'yxatini shakllantirishni boshladik. Bu to'garaklarimiz, bu lagerimiz mahallalarda yoki boshqa maktabda o'qiyotgan bolalar uchunlar ham biz qabul qilishga tayyormiz. Bu bolalarni ham o'sha bizning maqsadimiz 2 smena qilmoqchimiz. Ya'ni iyul oyining oxirigacha bu narsa jarayonida davom ettiramiz. Va shu jarayonda biz mahalladagi yoki boshqa maktabda o'qiyotgan xuddi shu o'quvchilarimizni, tengdoshlarini ham bemalol bu lagerda yurgizishga, bu yerda bilim berishga, bu yerda o'qitishga biz tayyormiz. Bemalol murojaat qilishlari mumkin. Rahmat, sog' bo'linglar. Doimo yaxshi kunlarda ko'rishaylik.